Amerikaning o'rta qismidagi Indiana universiteti va uning 9 shahardagi tarmoq universitetlari Amerikadagi boshqa oliy maktablardan o'zining rayonlar haqidagi tadqiqot sohasida o'zgacha alohidlikka ega bo'lishi bilan alohida farqlanadi. Shu qatorda mazkur universitetning qarmog'idagi O'rta Osiyo rayoniga munosabatli markazlar, bo'libmi Amerikadagi birdan-bir fakultet darajalik Markaziy Yevroaziya tadqiqot fakulteti bu joyni dunyodagi O'rta Osiyoga munosabatli har soha kishilariga bakmi tanishliq bir o'ringa aylantirgan. Mush hafta oxirida Indiana universitetining bosh maktabi joylashgan Wilmington shahrida Uyg'urlar masalasi yana bir qatam o'qituvchi va o'quvchilarning diqqatiga sunildi. 19 oktyabr tushdan keyin Indiana universitetining Wilmington sho'basidagi Hamilton Logar xalqaro tadqiqot maktabida o'tkazilgan zo'r tutqun Xitoyning Xinjiang rayonidagi oshqun va xatarlik bo'lgan siyosatlari temasidagi muhokama yig'ini ko'p qism o'quvchilar uchun bakmi qiziqarli va yangi tema bo'lganligini bu qatimqi muhokama yig'inining riyosatchisi tanilgan uyg'urshunos Boyundun Gardner oldi bilan so'z elib, navbatda Uyg'urlar jamiyati duch kelayotgan asosli masalalarni tanishtirib bo'lib, bu navbatda umumiy nufusi 11 million deb qaralayotgan Uyg'urlardan 10% kishining barg'ansiri kengayayotgan lagerlarga qamalganligini, ularning bu xil lagerlarda qanday ruhiy va jismoniy qiynoqlarga duch kelayotganligi haqida tushuncha bergandan keyin u joylarda zodi nimalarning bo'layotganligini shu makon haqida izlanib kelayotgan kishilarning og'zidan anglayli dedi. Shundan keyin oldi bilan Washington universitetining lektori doktor Darin Bayler so'z oldi. U men Xinjiang deb atlayotgan Sharqiy Turkistonga doktorlik maqolamni yozish uchun 7 yildan buyon ko'p qatam borganman. Bugun so'zlamoqchi bo'lganlarim bakmo jiddiy masalalar deb so'z boshlagancha bugun o'zining sungan ruh Xitoyning g'arbiy shimolidagi Uyg'urlarni yo'qotish va terrorlik kapitalizmi hodisasi degan temada o'zining bayonlarini boshladi. Darin Baylerning fikricha, Xitoy hukumatining o'tgan necha 10 yil mobaynida kapitalistik sistemaga o'xshash g'oyat zo'r mablag' sarf qilish orqali Uyg'urlar diyorini yezigilik mahsulotlari bazasi va yerosti boyligi zapas ambari qilib olishi bilan Uyg'ur dehqonlari texmo namratlashgan. Ammo Uyg'urlarning shahar aholisi bo'lsa, bu xil gullanishning soyasida ancha-muncha allanib qolgan. Shu qatorda chegara halqagan Uyg'ur savdogarlari o'ziga yarasha pul topgan. Shahardagi Uyg'urlarmi to'r, aqliy telefon deganlar bilan keng tanishgan. 2013-yili Darin Bayler Urumchiga borganda asos jihatdan butkul shahar Uyg'urlarining aqliy telefon ishlatayotganligini, ularning har qachon undidorda quyuq suhbat va aloqada bo'lib kelganligini ko'rgan. Bu mezgillarda Uyg'urlar orasida dindor bo'lish bir turli aqimga aylanishga boshlagan. Diniy tadbiqlarda masjidlardagi hukumat tayinlagan imomlarning bayonlari emas, balki chet ellardagi diniy zotlarning aytganlari ko'plab ham bayirlangan. 2014-yilda u Urumchi va Qashqarga borganda bu xil yuzlanishning yuqori pallaga chiqayotganligini ko'rgan. Uyg'urlarning o'z milliy kimligini diniy omillar bilan birlashtirishi 2014-yilga qadar aqliy telefonlarning yordamida tezdan umumlashgan. Bo'libmi Xitoy hukumati Uyg'urcha tildagi ovozli hujjatlarni to'liq so'zgushdan o'tkazishni ishga oshira olmagan bo'lg'achqa, Uyg'urlarning bu xildagi faoliyati va huzur davom qilgan. 2014-yil yozda Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi xalq urushining jakarlashi bu holga xotima bergan. 2015-yildan boshlab to'rlashgan nazoratning amalga oshishi bilan Uyg'urlarning butkul harakati hukumatning nazoratida bo'lish ishga oshgan. Xitoy hukumati bo'lsa bu rayonda terrorlik omilining mavjudligini bahona qilib, bu xil yuqori texnikaga g'oyat zo'r mablag' solishni davom qilgan. Darin Bayler shaxsan suhbatda bo'lgan necha o'nlagan Uyg'ur yoshlari, jumladan Hasan qatorliq Uyg'ur yoshlari uningga navbatda Uyg'urlar uchun ma'naviy turik bo'lgan diniy e'tiqodning butunlay vayron qilib etilganligini shikoyat qilib bergan. Bu yuzilnish Chen Chuango yangidan partiya sekretari bo'lib kelgandan keyin texmo yuqori pallaga chiqib, Uyg'urlar oshkora holda irqiy kamsitishga uchrashga boshlagan. Shuningdek, ularga siyosiy jihatga ishonchlik darajasi bo'yicha nomer qo'yilib, ularning taqdiri oldin pichilgan. Shuning bilan dastlabki qadamda ishonchsiz bo'lib chiqqan 10% Uyg'ur lagerlarga qamalgan. Bu lagerlar bo'lsa, o'ttirhol muhofazat darajasidagi turmlarga o'xshaydigan bo'lib, ularning ichidagi nazorat, haqorat va zulm insonning aqli yetmaydigan darajada og'ir. Arqadan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan so'zilib, o'zining shaxsiy kechirmishlari va reallikdagi ahvollarni birlashtirgan holda Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan ahvolni qirg'inchilik deb atashga bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida to'xtaldi. U oldi bilan BDT va boshqa tashkilotlarning aloqador ta'birlarini tafsiliy misol keltirish orqali navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy, madaniyat, iqtisod sohasidagi krizislarga qarab chiqdi. Hamda mushu sohalar bo'yicha qo'lga olingan o'nlagan Uyg'ur sarxilalarini ko'rsatib o'tdi. Oxirida aloqador ahvollarni xulosalaganda, hozirgi lagerlardan boshlanayotgan zo'r tutqun hodisasini qirg'inchilik deb atashga butunlay bo'ladiganligini o'ttirg'a qo'ydi.
Arkadan Indiana shtatidagi Ross Holman Texnika institutining o'qituvchisi doktor Tim Gross so'z oldi. U navbatda Xitoy hukumati xalqaro munbarlarda lagerlarning mavjudligini e'tirof qilishga boshlaganligini hamda bu joylarni texnika o'g'itish maktabi deb atayotganligini, Xitoy hukumatining o'zlari tarqatgan ma'lumotlardan bu lagerlarga qamalgan kishilarning sistemalik o'zgartishni boshdan kechirayotganligini, bu kishilarga majburiy yo'sinda hamda tövbe qoldirish shaklida Xitoy davlatini va Xitoy kompartiyasini suyish yuritilayotganligini bilish mumkin ekan. Tim Grossning fikricha, Xitoy hukumati navbatda Uyg'ur jamiyatida bir turkum ideyaviy kasal chaplashgan kishilar bor deb qarayotgan bo'lib, bu kasal kishilar dal o'sha xil nuqtaliq kishilar ekan. Bu xil nuqtaliq kishilar diniy e'tiqodga ega, chet el bilan aloqasi bor kishilardan tortib, siyosiy jihatda ishonchsiz bo'lgan rahbariy xatlarındagi kadrlarga bo'lgan kishilarni o'z ichiga oladi ekan. Bu hol ma'lum jihatda 1950-yillarning oxiri yerlik Uyg'urlarning iqtisodiy ahvoliga qarab, komishchi yoki aksil inqilobchi degandek tarkiblarga ayrılığına o'xshaydigan bo'lib, 2015-yilga kelganda Uyg'urlar tashqi qiyofati va ideyaviy ahvoliga qarab o'xshash bo'lmagan tarkiblarga ayrilgan. Bu xil tarkiblardagi kasal kishilar bo'lsa, cho'qim kasallik holatidan saqayib chiquvchi maktablarda davolanish lozim deb qaralgan. Shuningdek, bu xil kasalning tashqi ifodalari bo'lgan hijob, saqal burut, hatto oy yulduz belgilari ham ma'ni qilinishga boshlagan. Oxirida Amerikadagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchi Roshan Abbas so'z elib, Uyg'urlar va Uyg'ur jamiyati navbatda duch kelayotgan umumiy ahvolni umumlashtirib, navbatda butkul Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar terrorlikqa qarshi urush belbig'ida yashayotdi. Hozir bularning hammasi Xi Jinping boshlagan bir belbag' bir yo'l qurilishining qurboni bo'lib ketyotdi deb tasvirlab berdi. Shuningdek, Uyg'urlarning navbatda lagerlarda qanday kulfatlarga duch kelayotganligini, Uyg'ur oilalarining xonavayron bo'layotganligini, Uyg'ur jamiyatidagi g'ulluq shaxslarning hammasi, jumladan ilgirki yillarda Indiana universitetida ziyoratchi olim bo'lib xizmat qilgan Uyg'ur ziyoratchilaridan Rahila Davud, Kurash Tohir qatorliqlarning lagerlarga elib ketilganligini bayon qilib o'tdi. Roshan Abbas shu qatorda Indiana universitetidagi o'qituvchi va o'quvchilarni yana bir qatorliq zo'r ko'lamli irqiy qirg'inchilikning yuz berishiga sukut qilib turmaslikka chaqirdi. Hamda Amerikadagi Uyg'ur yoshlariga va o'quvchilarga mumkin bo'lgan qulaylik sharoitni yaratib berishga da'vat qildi. Ondan Amerikadagi Uyg'ur yoshlaridan Furqat Javdatni so'zga taklif qilish orqali uning kechmishlaridan Uyg'urlarning hozirgi ahvolini tushunib beqishni tavsiya qildi. Furqat so'zga chiqqandan keyin o'zining 2011-yili Amerikaga kelganidan buyon hozir eng og'ir ruhiy besimga duch kelayotganligini, bu holning muhojiratga ko'plagan Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini bayon qilib o'tdi. Shu qatorda hozir o'zi va o'ziga o'xshash minglagan Uyg'urlarning aqallisi vatandagi ota-onasiga telefon berish imkoniyatining yo'qligini, chunki chet eldan kelgan telefonni olgan Uyg'urlarning udul lagerlarga ilib ketilganligini, onasining shunda qismatga duchor bo'lganligini bayon qilib, yig'in ahlidan musha ahvolga qarab, hozirgi Uyg'urlarning qanday ruhiy vayronchilikqa duchor bo'layotganligini tasavvur qilib chiqishni so'radi. Shundaqla ulardan yuz bergusi zo'r fojiaga sukut qilib turmaslikni iltimos qildi. Yig'in oxirida yig'in ahli turli temalar bo'yicha savollar so'radi. Mutaxassislar va Uyg'ur vakillari tegishli javoblarni berdi. IU has been a center for Uyghur studies. There have been a number of our graduates who have gone back home to Xinjiang, who have become academics there and who are now locked up. And these are people that I have met and that other people here have met. We care about this. And so we thought, well, it's important to try to do something prominent at IU, something that would be both an academic and an activist event, a moment where we can really draw attention to this issue, draw political attention to this, and inspire some big voices to make statements that China should not be doing this, that it's time to change this policy. The panel was highly successful. As you saw, the turnout was really extraordinary. We filled the room to capacity and beyond. I think a fair number of people there had some idea what was going on and what had happened already, but I think a lot did not. And they heard 4, really 5 excellent presentations, some of which were very emotional, but all of which told them things about the situation that they really needed to know. It was clear that people were paying attention and that people learned a lot. So I would say it was highly successful.
Indiana Universitetining Bilomington bosh maktab rayonida 19-oktyabr kuni o'tkazilgan zo'r tutqun, Xitoyning Xinjiang rayonidagi oshqun va xatarlik siyosatlari temasidagi muhokama yig'ini har qaysi kasblardagi o'quvchilarga Uyg'urlarning navbatda qanday krizislarga duch kelayotganligi haqida jonliq bir maydon dars bo'lganligi ma'lum. 20-oktyabr kuni buningga ulabla Uyg'urlarning qanday xalq ekanligi haqida umumiy tushuncha berish maqsadida Indiana Universitetidagi tunji qadamli Uyg'ur madaniyat kashligi faoliyati o'tkazildi. Indiana Universiteti qarmaqidagi O'rta Osiyo tillari markazi, Markaziy Yevroaziya tadqiqot fakulteti, Islom tadqiqot markazi, Ichki Osiyo va Ural tadqiqot markazi qatorliq o'rinlarning moddiy jihatdagi qo'llashi bilan tashkillangan madaniyat kashligi faoliyati boshlanmay turibla zalga mehmonlar kelishga boshladi. Cho'ng faoliyat boshlanganda oldi bilan tomoshabinlarga Urumchi shahri tasvirlangan qisqa film ko'rsatildi hamda shu orqali Uyg'urlarning bir qarashdala Xitoylardan farqli bo'lgan madaniyat orqa ko'rinishiga ega xalq ekanligi eslatildi. Arkadalla Indiana Universitetidagi Uyg'ur o'quvchilar tayyorlagan kollektiv Uyg'ur usuli o'ynadi hamda Uyg'ur usulining nazokati va jazibadorligi namoyon Uyg'ur usulidan keyin bugungi madaniyat kashligi faoliyatining riyosatchilaridan Indiana Universitetining o'quvchisi Mustafa va bir qism Uyg'urlarga nazokat degan ism bilan tanishliq bo'lib ketgan Elis Anderson sahnaga chiqdi. Good evening, ladies and gentlemen. Ular oldi bilan qisqa va yumorliq jumlalar orqali Uyg'ur madaniyatiga xos bir qism ahvollardan tanishtirib o'tgach, Indiana Universitetida uzun yillardan buyon Uyg'urlar va Uyg'urlar diyori haqida izlanib kelayotgan professor Gardner Boyington'ni so'zga taklif qildi. Professori Uyg'urlarning yaqin do'sti professor Gardner Boyington muallimni so'z taklif qilamiz. Xilmaraman. U Indiana Universitetiga o'xshash oliy maktablarning insonlarning bilim saviyasini oshirish uchun xizmat qilish majburiyati borligini, mazkur maktabning o'xshash bo'lmagan rayonlar va xalqlarni tadqiq qilish uchun qurilganligini tilga oldi. Orqadilla Uyg'urlarning kimligi haqida so'z qilib, siz shunday bir tasavvurni qilib beqing. U joyga bordingiz va o'zingizni tanishtirmoqchi bo'ldingiz. Ammo sizga o'zingizni ona tilda emas, boshqa bir tilda so'z qilishingiz lozimligi aytildi. Siz bir yangi shaharga qadam bosdingiz. Ammo bu yangi shahar sizning qadimiy makoningizni buzib tashlab, uning o'rniga barpo bo'lgan shahar bo'lib, bu shaharda yangidan paydo bo'lgan uy egasi bu makonning egasi bo'lib qolgan. Bu bir o'xshatish. Ammo bu Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'urlar yoshirin holda Sharqiy Turkiston deb ataydigan bu joydagi Uyg'urlarning ahvoli deyish orqali Uyg'urlarning hozir siyosiy, iqtisod va madaniyat jihatlarida qanday qismatlarga duch kelayotganligini nihoyat ommabop va qiziqarli qilib tasvirlab berdi. Professor Gardner Boyington'ning uzun yillardan buyongi ilmiy xizmatlarini muayyanlashtirish va o'z minnatdorligini bildirish uchun uningga to'y kiygizmoqchi ishlarni zalda olqish sadosi ko'tarildi. Indiana Universiteti Amerikadagi oliy maktablar ichida uzun yillardan buyon amerikalik va yevropalik o'quvchilarning Uyg'ur tili o'rganishidagi oldingi tanlash nuqtalarining biri bo'lib kelganligi ma'lum. O'rta Osiyo tillari, jumladan Uyg'ur tili o'qitishi Indiana Universiteti qaramog'idagi Markaziy Yevroaziya tadqiqot fakulteti va O'rta Osiyo tillari markazining muhim darslaridan biri. Faoliyat oralig'ida mazkur universitetning Uyg'ur tili o'qituvchisi Gulnisa Nazarova so'z qilib, o'tgan 10 yil mobaynida Indiana Universitetidagi Uyg'ur tili o'qitishida qo'lga kelgan natijalarni eslab chiqdi. Shuningdek, Uyg'ur tilining O'rta Osiyo rayonidagi favqulodda o'rni haqida to'xtaldi. Qarindoshlar, jiroq yaqindan kelgan mehmonlar, do'stlar, xush kelibsizlar. Kelganingizga ko'p rahmat. Shuningdan keyin ilgirki yillarda mazkur maktabda Uyg'urcha o'rgangan, ammo hozir xizmat va boshqa ishlar sababidan bugungi faoliyatga kelolmagan bir qism amerikalik va yevropalik o'quvchilarning faoliyat ahliga yo'llagan videolik salimi yetkazilganda bu chet ellik o'quvchilarning Uyg'urlarga bo'lgan cho'nqur muhabbati hamda o'tliq tilaklari hammani hayajonga soldi. Aziz mehmonlar, sizlarga ko'p salom Taypeydan aytaman. Mening ismim Andrey Klimesh, Uyg'urcha ismim O'tkir. Men Chek Cumhuriyetining Ilmiy Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutining tadqiqotchisi bo'laman.
faoliyatning kun tartibi bo'yicha orqadan Uyg'urlarning haq va huquqlari uchun so'z qilganligi sababli muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtuning Indiana universitetida o'qiyotgan qizi Javhar Ilhom o'zining yolg'iz kishilik usuli orqali Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechaklari va usul san'atini namoyon qildi. Shuningdan keyin ko'rsatilgan qo'sh kishilik usul va yolg'iz kishilik naqshlar. Bu naqshlarda o'xshash bo'lmagan shakllarda aks etgan yurt va vatan sevgisi ko'pchilikning qizg'in olqishiga erishdi. Bo'lib Alice Andersonning Uyg'ur dutlari bilan aytgan Uyg'urcha naqshidagi melodiya, cho'nqur hissiyot va san'atga bo'lgan kuchlik ishtiyoq zaldagi tomoshabinlarning qizg'in chavoqlari ichida o'rin oldi. Yaxshi ko'rib, hamdiligi taqchilamsiz. Burmini yaxshi ko'rib, hamdiligi taqchilamsiz. Bir qator naqsha va usulluq mazmunlardan keyin Virginia shtatidan bugungi faoliyatga qatnashishga kelgan shoir Tahir Hamud sahnaga taklif qilindi. Tahir Hamud va yetilayotgan Uyg'urshunos Dr. Darin Bayler ayrim-ayrim holda nima edi temasidagi she'rni Uyg'urcha va inglizcha deklamatsiya qilib, shahar Uyg'urlarining ruhiy dunyosidan bir qisqa tasvir taqdim qildi. Nima edi? Iroqlardan Yaysiman suvining orqa tarafidan tushib qolmay, menga esilib birlik kelgan. Sarg'uch o'rg'i yozilgan ojiz qasammi, qipash oldi tarafdagi tavakkulchilikmi yoki qo'ldan qo'lga o'tgan faoliyat oxirida Uyg'ur degan mushundaq nomli naqsha qo'yilganda zaldagi hayajon yana bir balda yuqori ko'tarildi. To hear such kind of stories that somebody's mom is in the camp, somebody's sister is in the camp, that people are disappearing, and then these people actually, they are not even doing something wrong or bad against government, they're just ordinary people, I mean, who are not that, for example, religious extremists or something like that, they just live, and then, so by reading these articles, so I felt very sad and sorry. And then I personally cannot help any. I can only, I don't know, support them only morally, mentally. Physically, I cannot do anything. And then this is sad that many people hear such stories but cannot help. And then I just hope that one day this will finish and then people will continue living as they have lived over the centuries in a peace. Uyghur degan yaxshilik qo'yar